Sog'lom taom sevuvchilar uchun yana bir kepak unidan tayyorlangan xamir retsepti bilan keldim. Buning uchun bizga iliqdan issiqroq holatdagi suv, bir dona tuxum, bir choy qoshiq tuz, bir qoshiq zaytun yog'i kerak bo'ladi. Endi mana shu suvli massamizni kepak unimizga oz-ozdan solib, qattiq xamir bo'lguncha qorib olamiz. Hamda xamirimizni 15-20 daqiqaga tindirishga qo'yamiz. Xamirimiz tingunicha nachinkamizni tayyorlab olamiz. Nachinkamiz uchun bizga ismaloq, 2 dona piyoz, tuz hamda tabga ko'ra ziravorlar, zaytun yog'i kerak bo'ladi. Tingan xamirlarimizni teng 2 ga bo'lib olib, yana 5 daqiqaga xamirlarimizni tindirishga qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni oz-ozdan un sepib, mana shunaqa qilib yoyib olamiz. Un juda ham ko'p sepib yubormang. Xamirimiz mana shunaqa yupqa holatga kelgunicha yoyib olamiz hamda dumaloq qolipchamiz yordamida shunaqa shaklda kesib, nachinkalarimizni teng taqsimlab, har bitta xamirchamiz ichiga solib olamiz. Endi xamirlarimiz ochilib ketmasligi uchun atroflarini yaxshilab mana shunaqa qilib buqib olamiz. Qaynab chiqqan tuzli suvga tayyor xamirlarimizni solib pishirib olamiz. Juda ham mazali, sog'lom, kletchatkaga boy, uzoq vaqt to'qlik hissini beradigan xamirli taomimiz tayyor bo'ldi.